Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentlikinin xəbərlər proqramımızda görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizin qısqacha məzmuniga göz ataylı. Xitoy saqchilari Uyg'urlarni josuslik qilishga qistamoqda ekan. Ta'minlash zanjirida majburiy emgak bo'lgan korxonalar Amerika pul muomala bozoridan chiqarilishi kerak. Ralph Browlingning ta'minlash zanjirida majburiy emgakdan ishlangan mahsulotning bor yo'qligini tekshirish qaror qilingan. Xitoyning tasdiqini ololmagan Intel shirkati 5 milliard 400 million dollarlik sotidan voz kechgan. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy saqchilari Uyg'urlarni josuslik qilishga qistamoqda ekan. Turkiyada chiqadigan Akit gazetining 16 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Ispaniya inson haqlarini qo'g'dash tashkiloti qo'g'dash muhofazachilarining dalillashicha, Xitoy Turkiyada yashaydigan Uyg'urlarning Sharq Turkistondagi oila a'zolarini guruhga elib olib, ularni diasporada yashaydigan Uyg'urlarning ahvolidan uchur berishga majburlagan. Turkiyada yashaydigan Xitoy istixborot yetkazishga majburlagan bir Uyg'ur bu vatanga xiyonatdir. Onam bilan xayrlashib, telefonni qo'yib etdim degan. Yana bir Uyg'ur dadasini guruhga elib olib, uchur yetkazishga qistaganligini, buningga qo'shilmagandan keyin telefonni qo'yib etib, dadasini qamoqqa qamaganligini aytgan. Qo'g'dash muhofazachilarining doklatiga asoslanganda, Xitoy axborot organi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va bostirish siyosatini tashviq qilish uchun tirishayotgan kishilik huquq tashkilotlari haqida uchur to'plamoqda ekan. Doklatda Xitoyning Sharq Turkistondagi oila a'zolari Turkiyada yashaydigan Uyg'urlarga Turkiyadagi vazifa xodimlari va uchur beruvchilar orqali qanday besim ishlatganligi, Turkiyada yashagan Uyg'urlar bilan elib berilgan suhbat bayon qilingan. Doklatdagi bayonlar boshqa kishilik huquq tashkilotlarining boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning beshiga kelganlari to'g'risidagi e'lon qilgan doklat bilan o'xshash chiqqan. Doklatning Turkiyada yashaydigan tadqiqotchisi Yalqin Uluyol hukumatlar va xalqaro tashkilotlarning qo'lida bor qurol va mexanizmlarning yordami bilan Uyg'urlarni zulmdan qutqizishga mas'ul ekanligini, bu dokladning uning uchun yordamchi bo'lishini umid qilganligini aytgan. Xitoy saqchilari barliq amallarni ishlatib, Uyg'urlarni o'zlari uchun josuslik qilishga, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga sukut qilishga yoki Xitoyni qo'llaydigan tashviqotlarni qilishga qistamoqda. Ta'minlash zanjirida majburiy emgak bo'lgan korxonalar Amerika pul muomala bozoridan chiqarilishi kerak. Messenger Opinion xabar to'rining 15 avgust kuni e'lon qilgan ta'minlash zanjirida majburiy emgak bo'lgan korxonalar Amerika pul muomala bozoridan chiqarilishi kerak degan temadagi maqolada dunyoning diqqati Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga markazlashdi. 2021-yili Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga aloqador dokladga 43 davlat imzo qo'ygan bo'lsa-mu, Xitoyning inson haqlari dafsanchiligini to'xtatish uchun yetarlik jazo berilmadi. Beyjingning Sharq Turkistondagi dafsanchilikni to'xtatish uchun yangi strategiya lozim. Xitoy Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini jazo lagerlari va turmalarga qamab, bolalarni ota-onasidan, oilasidan ayirib, aql olg'usiz vahshiy usullar bilan qiynamoqda. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyligi haqida kishini hayron qoldirganlarning biri Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selishi bo'lib, 2017-yildan 2019-yilgacha bo'lgan aralıqda oz deganda 80 ming Uyg'urni Xitoy majburiy emgakka selish maqsadi bilan atalmış Şinjandan ichkariga yo'tkagan. 2021-yili 12-oyda Prezident Bayden Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga imzo qo'ygandan boshlab, ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgaki bo'lgan shirkatlarning mollarining Amerikaga kirgizilishi cheklandi. Agar Amerika Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish qilmishini tugatmoqchi bo'lsa, davlat alqagan shirkatlarni jazolashi kerak. Buning ochqichi kapital bozorida. Xitoyning majburiy emgakidan uzil-kesil ayrilgan har qanday shirkat Amerika paychiki bozoridan chekinadi. Bu ayni vaqtda almashtirish savdosi mablag'i va bu xil tijoratni o'z ichiga olgan nurg'ulg'an mablag'larni o'z ichiga oladi. Parlament a'zolarining kuchli qila oladigan harakati Amerika pul muomala bozoriga kirishni cheklash. Agar Xitoy majburiy emgakni oxirlashtirmasa, davlat alqagan shirkatlar chekinishga majbur qiladi. Ularga dunyo pul muomala sahnasida zarb berish insonlik mas'uliyatini ado qilishdagi bir tayoq bo'lib qoladi. Qurultayning buni qiladigan vaqti keldi deyildi. Ralph Browlingning Kanadadagi savdo tarmog'ining ta'minlash zanjirida majburiy emgakdan ishlangan mahsulotning bor yo'qligini tekshirish qaror qilingan. Barron's xabar to'rining 15 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Kanadada turishliq bir shirkatni nazorat qilish organi
Seyşembe günü Ralph Lauren'ning Kanadadagi savdo tarmoqining atalmish Şinjandagi Uyg'ur ishchilarning qo'l qilish emgikidan foydalanganligini tekshirishni boshlatgan. Tekshirish boshlanishiga aloqador mazkur bayonot korxona ishlariga mas'ul Kanada ombudsmanining Kanadaning konchilik shirkati Dynasty Gold bilan Nike'ga mushuninga o'xshash tekshirish boshlatganligidan keyin kelgan. O'tgan yili 28 ommaviy tashkilotdan tashkillangan Birlashma nazoratchilik organi Ralph Lauren'ning Kanada tarmoqining Uyg'urlarni majburiy emgakka selish qilmishi bilan shug'ullangan va ya buningdan foydalangan shirkatlar bilan ta'minlash munosabatining borligi haqida shirkatni nazorat qilish organiga arz sungan edi. Markaning Amerikada turishliq ana shirkati tarmoq shirkatining qaror chiqarishda mas'uliyatining yo'qligini, barliq tijoratni shirkatning Amerikada turishliq bosh organining nazorat qiladiganligini, Kanadaning sotlash huquqiga e'tiroz bildirganligini aytgan. Xitoyning tasdiqini ololmagan Intel shirkati 5 milliard 400 million dollarlik savdodan voz kechgan. Yahoo iqtisod xabar kanalining 16 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Intel shirkati Xitoyning nazorat qilib boshqarish tasdiqini vaqtida ololmaganlikdan Munar yerim yetkazgich cheklik shirkatini sotib olish urinishidan voz kechib, 5 milliard 400 million dollarlik savdodan ziyon tortgan. Intel shirkati çarşamba günü Munar yerim yetkazgich cheklik shirkati bilan 2022 yılı 2. aydaki kelishimnomani bekor qilishga qo'shilganligini aytgan. Isroiliya shirkati bu kelishimning to'xtatilganligini dalillagan. Bloomberg agentligi ilgirki xabarlarda ikki shirkatning Xitoyning tasdiqini ololmagandan keyin kelishimnomani amaldan qoldirganligini xabar qilgan ekan. Munar yerim yetkazgich cheklik shirkatining pay bahasi Tel Avivda 12% tushib ketgan. Bu 2020 yildan buyangi eng chong kunlik tushish bo'lib qolgan. Munar yerim yetkazgich cheklik shirkatining Amerikadagi pay cheki 8,5% tuvalligan. Intel shirkatining pay bahasi 1% tushib ketgan. Munar yerim yetkazgich shirkatining Amerikada ishlam ko'rgan pay cheki o'zak zapasining umumiy eshigiga solishtirganda bu yil 22% tuvalligan. Seyşembe günü $33.78 bilan bozor yopilgan. Intel har bir pay cheki uchun $53 taklif bergan. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi ziddiyatning kuchayishi Beijing va Washingtondagi nazorat qilib boshqarish organlarining tasdiqini olishni talab qiladigan savdoga, bo'libmi munosabatdagi surkilishning asosliq mazmuni bo'lgan yerim yetkazgichga munosabatlik savdolarning tasdiqini olishni qiyinlashtirib o'tgan. Van Kemperchi zihniyat yana kelib siyosiy dallollikni atalmish xalq nomida go'yo autoritetsi xalqni manba qilgan va xalqqa vakillik qiladigan ko'rsatib gap o'ynatayotgan bu zihniyat mazkur suhbat programmasini tashkillash orqali navbatdagi urinishlarining asli muddaosining qandaqdir atalmish 5 hukumat bilan atalmish 6-chisini aplashtirib bir yerga keltirish emas, balki oldi bilan orijinal surgundi hukumatni boshqa atalmish 5 surgundi hukumat bilan bir qatorga tizish. Ularning hammasini xalqarada o'xshash funksiyada, o'xshash rolni olayotgan qabul qilib, orqadan go'yo navbatdagi siyosiy vaziyatimizda qandaqdir hukumatlar olib ketish krizisi bordek bir saxta ko'rinishni yaratish borligi va bu bahonani tutqi qilib orijinal hukumatga chumoq selish ko'ydi ekanligi o'z-o'zidan ma'lum. Ichidan bo'linib chiqqan prinsipsizligi sababli qo'qlandi bo'lgan yoki xiyonati sababli haydalgan bir to'p do'konchilarning viskisi bilan aslidagi surgundi hukumatning tubki ideologiyasi va prinsipini muhofazat qilib kelayotgan bir tashkiliy qurumning nom obrazini bir g'alvirga solmoqchi bo'lishdan ortiq Van Kemperlik siyosiy dallollik bo'lsinmi? Albatta, aslidagi surgundi hukumat da'vatgan chog'da qandaqdir kim boshda qurgan bo'lsa, orijinali shu deganlikni ko'rsatmaydi. Bu yerdagi aslilik mazkur hukumatning dastlab qurilgan chog'dagi ideologiyasi, shundaqla qurilish maqsadini sog'lom asosda muhofazat qilib kelayotgan yoki kelolmagan bo'lishi ko'zda tutilgandir. Mayli raqiblari tarafidan bo'lsin, mayli kishilik muomalada chiqisholmasligi sababli xushi yo'q kelisholmaydiganlar tarafidan bo'lsin, mayli dushman nazarida bo'lsin, navbatdagi G'ulom Osmon prezidentligida xizmat qilib ketayotgan, shundaqla Salih Xudoyor boshchiligida harakat qilayotgan Sharq Turkiston surgundi hukumatning eng dastlabki qurilish ahdnomasini muhofazat qilib kelayotganligi, milliy irodaga chang qo'ndirmaslikda bir chekishchaqliq savallikka yo'l qo'ymaslikda keskin bo'lib kelgan hukumat ekanligi tartishga o'rin yo'q bir masala. Shundaqkan bu yerdagi aslilik yoki aslidagi Sharq Turkiston surgundi hukumatining orijinalligi shaxslarning baldur yoki keyin qurilishida emas, ideologiyasi va qurilish prinsipiga qaysi darajada sodiq bo'lib kelgan yoki kelmaganligi bilan o'lchash insofdan bo'lmoqqa lozim.
Burhan Muhammadning Siyosat to'qmishning Van Kempirlari nima deydi nomli maqolasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.